Oxiri maslahat o'rnida paydo bo'ldi. Hi. Who's calling? Bu yerda biz Maysamning inkosiga diqqat qilamiz. Chunki bu nihoyat qimmatli analiz materiali. I'm late. Bir eg'iz apu so'rash, Hi. Who's calling? bir eg'iz aba. Ondan to'xtamasdan Ahmadningki kayfiyatiga tasalli berish. Bu qarmoqqa nihoyat oddiy ayollarniki muomala usulida qilgan bilan, lekin mushu ikki ayolniki 5 yilning yozi shakllantirgan bir qadar turaqliq hamda masala chiqishning oldini oladigan muomala formulasi. Maysamningki bu yerda nihoyat qiziq bir xarakter aloyligi chiqdi. Maysam yo'q vaqtida erininki telefonini olmaydi, uchurni qaytarmaydi. Lekin shundaqlikim erining oldida paydo bo'ldi. Shunchalik qizg'in, apu so'raydi, suydi, hattoki uning kayfiyatiga darhol siliqlik bilan tasalli berdi. Amaliyotda bu Maysamningki uzun muddat tashvishli bir odam bilan muomala qilish jarayonida yetildirib olgan, qarshi tarafni tashvishlikdan tinchlantiradigan bir xil turmush taktikasi. Lekin Ahmadningki tashvishligi Maysamningki suyishi yoki apu so'rashi sababdan paslamadi. Aksicha Ahmad yuz ko'rishlikim o'ziniki savol so'roqlarini boshladi. Where were you? At work. Where else? What were you doing in the meantime? Mud wrestling? Wrestling. That's what it looks like. It's just a really bad time slot. What? Sarah said you left a long time ago. Chunki Ahmad 5 yillik turmush jarayonida bundaq tasallilarni bagjiq beshida o'tkazib ketgan. Shunlashqa ayoliniki bu xil usuliga allaburun bir xil mudofaa shakllantirib qo'ygan. Ahmadniki bundaq savol so'roqlari Maysamningki nimishqa Ahmadning ko'riblikim apu so'rab uni suyib ketadiganligini yana bir qadam tushuntirib berishi mumkin. Chunki Maysam erininki uzun muddat yuqori besimli savol so'roqlari ostida bir ishlarni yog'lab silab lekin o'tkazib o'tadigan xarakter shakllangan. Shunlashqa Maysam sirtda birdan bo'lsa nafas elib olish, tinib olish uchun erininki telefonlarini olmaydigan, uchurlarini qaytarmaydigan mushundaq odat shakllantirgan. Uyga qaytib kelgandan keyin lekin darhol erini suyib, silab, yolg'on yavdoq gaplar bilan erininki tashvishligiga tasalli berib, mujidalning oldini oson bo'ladi deydigan mushundaq hissiyot logikasi kirgan. Maysamningki bu qilqi nihoyat qimmatli bo'lgan analiz materiali. He noticed. I just bought it. You just went and bought yourself a suit. Yeah, I spilled coffee over myself during the meeting. What meeting? Are you gonna sit or what? Sen zadı nega bording? Seni xizmatdoshlaring 3 soat burunlikim shirkatdan ayrilgan dedi. Lekin sen bu maslahat organiga endi kelsa, sen zat nimish qilib yuraysan? Nimish qilmoqchi gapingni aniqda. Ahmad Maysamningki yolg'on yavdoq gaplarining quyruqini tepib, haqiqatni aniqlaydiganga, zadi nimish bo'lganini bilmasa bo'ldi qilmaydiganga ko'ngan. Bumi Ahmadningki 5 yillik turmush jarayonini shakllantirgan xarakter tadbiri. Bir mudofaa sistemasi. Shunlashqa bu yerga kelganda Ahmad bilan Maysamningki ayol ulanish uslubi asosiyatdan aniqlashib qoldi. Ya'ni Ahmad to'xtamasdan razvedchikdek Maysamningki bag'an tug'a yerlarini aniqlab turdi. Maysam bo'lsa to'xtamasdan tashvishlangan yo'lchiga taqobil turish uchun yolg'on yavdoq gaplar bilan bu ishni o'tkazib etsam deb turdi. Qiziqarliq yeri ayollarning o'tirtiga bu xil ulanish turaqliqlan bo'lsa, bu azobli, lekin muqim davomlash mengiverdi. Bir-biridan aldirab ayrilanmaydi. Ayol ish ko'rgandan bu xil ulanish uslubi uzun muddat bir-biriga ishonmaganlikdan kelgan. Maysam mening erim nihoyat gumonxo'r, hamma ishlarimni tontonlab paylab yuraydi deb Ahmad gumonxo'rlik qilgan sari o'zining haqiqiy ahvolini yoshirib, eriga deyolmaydigan mushundaq bir yomon ayolnish kirgan. Ahmad bo'lsa ayoli mundaq yog'lab o'tkazib o'taman degan sari ayolidan gumonlanib, to'xtamay razvedchikdek so'roq qiladigan mushundaq bir yomon ayolnish holatiga kirgan. Bu ayol ikki yildan ongsiz holda o'zi bilmagan ahvol ostida ichki xurash holatidagi ayollarga aylanib qolgan. Agar bularningki ongsiz davomlashayotgan mush ulanish holatini yoki bularningki yoshirin engini birisi yo'ritib bermaganda, bular mangu mushunda xurab ya yaxshi o'tolmay, ya ayrilib ketolmay azob ichida yashayverdi. Odatda ayollarningki psixikalik maslahati yakka maslahatdan ko'p mushkul, qiyin bo'ladi. Chunki ayollar maslahatda qatma-qat mudofaaning chekirib oladi. Boshqalarga hissiy hujum oldida turib oladi. Psixika maslahati yakka bir odamningki mudofaa sistemasini nihoyat osonlikdan yechib o'tolmaydi. Lekin ayol maslahatida bu ikkisiningki mudofaa sistemasining ichiga kirib, yadroliq masalani topmag'i yakka maslahat qaraganda ko'p mushkul, qiyin bo'ldi. Maslahatchi bularning jiddiligiga aralashmadi. Agar bu vaqtida kimning to'g'ri, kimning xato buni aniqlab qo'yib qolsa, ikkisining birisi cho'qim yaralanishi mumkin. Shunlashqa bundaq vaqtida eng yaxshi usul yangi masaladan birini so'rash orqali bularningki diqqatini biz mush maslahatni hal qilmoqchi bo'lgan markaziy nuqtaga qaytarib kelish. Bu yerda maslahatchi ayolningki yadroliq taqozzosini
hamda masalasini asosiyatdan ko'rib bo'ldi. Keyingi maslahat jarayonida mush qo'yilgan diagnozni yana bir qadam isbotlab beqishga to'g'ri keldi.